qarindoshlarım nihoyatda ta'sirlik gapildi. Ömerjon bilan Zumradxon so'ngimiz haqiqatan bir umr unutamag'idek gapni yuzimizga qo'ydi endi. Bunchalik gapni anglab turayotganning o'zida bir narsa deb xulosa chiqarishim odamning tili kuydi. Men vatanda yangi chiqqan chog'ning o'zidimi shunchalik norozi bo'lgan, chet elga chiqib, chet ellik ahvolga qarab yiqib, vatanning o'zi hozir shundoq bir sarangini tashlasa kuyib, kulga aylanib ketgan bir vaziyat bo'lsa, sizlar nima ish qilyapsiz chet elda deb men shunchalik norozi bo'lib ketganman. O chog'ning o'zida vatan qandaqdi, men buni ming qatim yozib bo'ldim. Men vatandan chiqqan chog'ning o'zidagi vatan hozirgi vatanga selishtirsak, o chog'da xuddi o'zbek, o'zxon biz mustaqildek yashayotgan bir chog'ning o'zida men vatanning o'zi hozir bir tal sarangi yiqib tashlab kuyib kulib turgan vaziyat keldi deb shunchalik noroziligimni bildirgandim. Ama bir ishlarni bilib, bir ishlarningki nima uchun bundoq bo'layotganligini tushunib yetib o'qisak borliqda o'zimni shuni ichiga kirib qoldim. Meni qanday adam mening ismimni anglasa, masalan 10 adam mening ismimni anglasa, 10 adamdan 9'i meni eski deydi. O bekatmay majra teriydi. Ani yaman deydi, mani yaman deydi, o'z bir ish qilmaydi deb meni ranjiydi. Mening yomon deb bir etim bor. Nima ish qilgan chog'da shu chet ellik ishlarning o'zini qanday qilsak bir yo'lga tushadigan deb, oning chopini ko'tarib, moning depin chelib yurib, chorak asr shunda o'tib ketdilik qarindoshlar. Oxir kelgan chog'ning o'zida zodi hammaningki tanavini tatiyotgan ya boshqa challarni Beijingdan mushunda boshqurib, mush holda chet eldagi mush Uyg'urlarni tiyilib yiran qilib, umidsiz qilib, voy bo'ldilar sendek millat, sendek vatandan bo'ldi, men to'ydim degizib, voz kechtirib, ondan keyin o chet elda hech qanday bir vatan millat degidek bir kuchni qo'ymay turib, Xitoy xohlagancha o'zi idora qilgan shundoq bir strategiyani tuzib, shuning uchun shirkat vaqasini deb, shundoq xulosini o'zim gumon bilan o'tirib qo'yib turib, ondan keyin onam yomon, manam yomon deb, mush yomon deydigan ko'chaga kirib qilib, eng oxirida bütün hozir chet eldagi Uyg'urlar shu bo'libmi 2017-yili apreldan boshlab chet ellik Uyg'urlar vatandan umidi uzilib ketdi, urug' tuqqanlari solab, ota-onalarini solab, vatanga bir qatim kirib chiqaman deganlar kirib ketib 20 yil 15 yil kesib ketib, hatta izsiz yo'q bo'lib ketgandan keyin saqlab beqib, yeni saqlab beqib, eng oxir bo'lmay bu chet ellik qarindoshlar asosli bu Xitoy endi bizga yaxshi kun bermaydi ekan deb hammasi bir silkinish kelib, ya'ni uyg'onish demaymiz buni, bir silkinish. Men nima bo'ldim deydigan bir vaziyat kelgan chog'ning o'zida chet elda qanday ishlar bo'lyotdi? Chet elda vatan ozod qiladigan rahbarlar nima ishlarni qilyotdi? Chet eldagi bu davlat tashkilotlar nima ishlarni qilyotdi? Keyin bizning qo'limizni tutib, bizni yetaklaydiganlar nada deb atrofga qaragan chog'ning o'zida yana bir yaxshiroq bir odam bormi bu chet elda? Digidek chog'ning o'zi kelgan chog'ning o'zida benim ismimni olgan chog'da bu bak eski adam deydigan vaziyat kelib qoldimda o'zimcha. Ashta bo'lib qoldi. Nima ish qilganda mushu chet eldagi ishlarni xuddi hozir sizlar hozir 3 yil oldin 3 yil bo'ldi, oxirgi 2 yil qarindoshlarimiz mashada o'tirgan biz bilan yupyana chiqdinglar sizlar. Yupyana chiqib nurg'un qaynoq bir doshqozonning ichiga bir sakrab tushdinglar hozir. Ondan sonra hozir sizningki bu vaziyatga ketilib ketgan chog'inglarda shunda bir yaxshi bir fursat bor. O fursat nima degan chog'da to'rlishish. Bütün dunyoda hozir mushtaq yuzma-yuz qarab o'tirib biz gaplashyapmiz, aloqa qilyapmiz, nurg'un ishlar ustida muzokara qilib fikrlashadigan bir vaziyatga chiqdinglar. Biz chiqqan chog'imizda bir parcha gazetni yozsak 3 oyda aylanib ketadi o gazet. Ayda bir qatim chiqadigan, 15 kunda bir qatim chiqadigan Almatadagi Qirg'izistondagi gazetlarga Xitoy bundoq zulm soldi deb xabar yozib qo'ysak, o gazet aylanib Amerikaga berib, bir Uyg'urning qo'liga tekkichlik 6 oy yutib ketdi. Shundoq bir ko'ni chaqladi o. Shu chaqlarning o'zida bu chet el ishlarni o'ngshaymiz deb yurib, eng oxir o'zimizmi shu bir ziddiyatning bir parchasiga aylandik hozir. Hozir mening o'zimni akilib
4 adamni bir yerga akilib, aka, 4 adamga siz 5-chi bo'lib, chet elki ziddiyatni hal qiladigan bir tarafga yaqib qo'ying desa, men 5-chi bir ziddiyat bo'lib o'tirib chiqar hozir. Shu darajada bo'lib ketdi hozir chet elning ishi. Amaliyotda bizningki, ya'ni o'zimizningki ahvolimizni aytgan chaqda biz ziddiyatlashkidak, muxolifatlashkidak, o'qitishlikdak hech qanday imkoniyatimiz yo'q, vaqtimiz yo'q, kuch qudratimiz yo'q, hech nimamiz yo'q bizningki. Yo'q bo'lgandan keyin hammamiz to'plashib bir yangidan bosh chiqarib, bir tanaydan ovoz chiqarib, bunda mangsak, albatta biz hali cho'ng ishni qila oldik. Lekin bizni qo'llaydigan hech qanday bir davlat yo'q, bizni qo'llaydigan hech qanday bir partiya yo'q, hech qanday bir chet el tashkiloti yo'q turib, o'zimiz qo'llamay, putlab, yiqitib, mushu bugungi kuniga akeldikki, undan keyin sizlardek mushunda qahramonlarimiz chiqib, endi bizga qani ega bo'lib o'tirib chiqilgan nima bor degan chog'imizda olti tarafga tortib sizlarni. Men bilan yaqin bo'lib o'tgan gaplashganlar abisi yomonlab sizlarga yaqinlashib oldi. Sen nima qilganing bilan gaplashding? Bak askardan to'sadi. Endi biz bilan gaplashsanglar men qo'pma. O'shu askardan bilan sizlar qaldingmi gaplashmagan, bilib o'tmaganda, mushunda qilib sizlarning o'zini topgan deyotdi yuzdigan bir vaziyatga to'g'ri kelgan chog'da sizlar bu ishga qatnashib qoldinglar qarindoshlarim. Chet elda sizlar emas, hozir 10 minglagan, 100 minglagan yoshlar, iqtisod egillari biz nima ish qilamiz, bizni qarshi yo'lga boshlayapsizlar deydigan vaziyat keldi hozir kelgan chog'ning o'zida. Mana sizlarga bunday bo'lsa, mayolda mayli, men mayolda deydigan, yo'l ko'rsatadigan, yetaklaydigan bir narsa yo'q-da o'tirdi. Bu bizning cho'ng dardimiz. Endi hammalar biz Beijingga atib qo'ymaymiz. Men qo'yib bersa, hamma ishni Xitoy idora qilyapti. Zadimish 4dan birsi joqsiz bu guylarning deb men mushtaqlam shu paraz qilib qora sug'abni men bilmayman. Men qo'yib bersa, ammo insof bilan qaragan chig'imizda hammani Xitoy unday idora qilavermaydi. O'zimizning qutqurligi, hasadxo'rligimiz, askiligimiz, bilimsizligimiz, nodonligimiz, ko'rolmasligimiz, shu yetib oshchiqcha shu nachar illat bo'lganligi uchun Xitoy hech nima qilmasmi? Shundaq leylqi bir yerning o'qisini chug'uvasi, hammasi vangishib chiqiblar, bis-bisi vur, bis-bisi chiqib, bijangishib ketganga o'xshashlar. Shundaq bir vaziyatda biz. Endi bizni idora qiladigan, bizni bir yo'lga soladigan bir kuchga ehtiyoj bo'lib qoldi. Endi men ma qaynab qalbim tushuntirib ketdim. Magapning o'ziga kelsak, endi 2020-yilgi xulosa degan chog'da bizning milliy da'vodagidek bir yetimiz yo'q 2020-yilga qarta. Uni biz hech nima tushunmadik. Chet eldagi hech qanday bir tashkilot, hech qanday bir rahbar hech qilib ketgani yo'q. Bu qachondan boshlangan ishning xulosa desak, 2016-yildan 2017-yildan boshlab lagerdan chiqayotgan guvohchilarimiz, ondan chet elda ota-onasining urug' tuqqanlarining da'vosini qilib o'tirib chiqib, mushu so'qoqda dadam nerda, opam nerda deb o'tirib chiqib bo'lib minglagan yoshlarningki mushu qarindoshlarimizning jig'ziyasining ko'z yoshining xulosasi. Uyg'ur qonuni ma'qullashi, Magnitskiy qonunni Xitoy amaldorlariga ijro qilishi, Amerika Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qullashi hammasi mushu 3 yilning yog'i, 4 yilning yog'i deb tukayotgan, qaqshayotgan fidokor mushu guvohchilarningki har birisining ko'pisi bu umum yig'ilib akilib, undan keyin o davlatlar ig'vo'lla biz Uyg'urlarga Xitoy nima qilsin ma'qul deb Xitoyninki balki manfaatni bunday ketavermayli. Mayadi bir insonlar yig'lab yetibdi, malaning ko'z yoshini, malaning dardini anglayli deb mushu guvohliklarni yig'ib akilib, undan keyin shuni ta'kid qilib turib Xitoyning ustidan bu qonunni ma'qulladi, bu qonun ijroatini yo'l qo'ydi Amerika. Shu nurg'unlagan qonun matnlarida, nurg'unlagan hujjatlarda mushu haqqasinglarning ismi chiqdi. Haqqasinglar bergan guvohlikdan birer abzasdan gap chiqdi. Falonning guvohlik berishda Xitoy bunda zulm qilgan deb turib, mushu guvohchilarni asos qilyapti. Hech qachon faloni bir rahbar, bir cho'ng tashkilot bizga bunday raport tayyorladi. Uyg'urlarning chet eldagi buni milliy da'vo eqimi, buni bir cho'ng tashkiloti bunday raportni tayyorlab bizga sundi. Biz shuni asosan sen Xitoyning ustidan gapni o'tirib qo'yapmiz deb bunday bir qilgan ish yo'q. Asosan
yakki guvochi, yakki qahramonlarimizniki qon, ter, ko'z yosh bediliga bir xulosa chiqdi. Bu xulosa nima deganda, shu Amerika Xitoyniki ustidan yurgizgan bir qonun loyihasini ma'qullashdi. Xitoy Magnitskiy qonuniki bir qancha ijroatlarni yurgizdi. 29 Xitoy boshliqlarga, 29 fabrikalarga jazo yurgizdi Amerika shu Magnitskiy qonun chiqarib bo'lsin. Bunun hammasi shu asosda bu milliy davoni xulosa deyilmaydi. Agar buni milliy davoning natijasi miya keldi deydigan ish bo'lsa, albatta u milliy davo degan narsa yetakchilik qilayotgan bir etim shu kollektivninki tayyorlagan rapor bilan bo'lishi kerak deydi u. Unda bo'lmaydi. Endi u tashkilotlarni yomon daramaymiz. Shu tashkilotlarni biz-bizini tillab, g'ajab yurib, yeni adam tatip özünün nüfuzunu tilash uchun uni apirib guvohliklardirib, buni apirib bir yerga chiqib resim tushirib, mushunaq yurib, ularni jiq paypetak bo'lib tarjimonlik qilib berib, mushunaq xizmatni qildi. Bu yaxshi, ularni bo'lgani yaxshi bo'ldi. Ammo umumyüzlik bir to'plashib, bir kanaldan ovoz chiqarishga bularning kelmayotgani navbatda qasımlarniki ranjishi albatta haqli. Biz mushunda shundoq bir samimiy, sodda mushu qo'shig'ini bombani tinib meni vatanga manga desa, mangadigan shunda pilotarlar chiqib biz chet elga chiqqandan keyin bizning chiqqan vaqtimiz sizlarning chiqqan vaqtingiz o'xshamaydi qarindoshlar. Biz oldinib chiqqan, biz chet elga chiqqancha, mana men oldinib chiqmagan bo'lsam 94-yil 8-22 kuni Urumchida portlab o'lib ketdik. Biz qolmaydik. Bizni qahramon deb resmimizni bugungi kuni chet elga ko'tarib yuribdi. Biz shunda cho'ng bir planga qadam biz men qo'ygandan keyin shu chet eldagi bizga rahbarlik qiladigan Sharqiy Turkiston Milliy frontini o'z ko'zim bilan ko'rsam, men mana ishni qilmayman deb qattiq to'sqinlik qilgandan keyin shuning bilan qochoq yo'li bilan bir guruh bilan chet elga chiqdik, o'tirasaga chiqib Sharqiy Turkiston Milliy frontida faqat 17 dona qiyra odamlar qurgan bir tashkilot ekanligini uqqandan keyin andan dotpandiyat deb bizni bir yetaklab mana shu fidokorlik qo'yishdan bir yo'l boshlanlar degandan keyin sizlar bolalarim bizlarni bunda qurbon qilmanglar. Chet elda biz Amerika, NATO bizga ega bo'lib Xitoyga qarshi bir o'tirg'i chiqmoqchilik, biz bunda o'zimizni qurbon qilib bekor-bekor u yerda portlab o'lib qilsanglar, bizga faqat jam bo'ldi bolalarim deb shu O'rta Osiyodagi donliq rahbarlarning o'zi Yusuf Bey Muxlisi, Vashir Vohidi, Muzaffarxon Qurbon degan o'xshash shunday donliq peshqadam siyosatchi rahbarlarimiz va Sharqiy Turkiston Jumhuriyati o'z vaqtida ministr darajalik vazifa olgan shu rahbarlarning o'zi bizga tasalli berib, sabr qilinglar bolalarim degandan keyin bo'ldi, endi biz chet elda sepil yo'q turmaydi, men yo'qlab qoldi ekanmiz deb shu vaqtda qanoat qilib to'xtab qilib chet elda endi bir tashkil ishni biz shu Amerika, shu NATO bizga ega bo'lgandek bir tashkilotni o'tirib chiqaraylik deb 25 yil, 26 yil yoki shu ishni qilib bo'lamay eng oxirida hammalar kelib qoldi. Qo'shnilar qoldik qarindoshlar. Shu chaqning o'zida biz ma'qul degan bo'lsa, 98-8-22 kuni Urumchining o'zida qirg'in bo'lib tutdik biz. Portlatib yo'q-yo'qlarni. Ochiq-ochiq to'qishib chiqib biz shunday bo'ldik. Biz shu 8-22 kunisi Urumchi shunday qilsa, Qozog'istondan 20 ming kishilik muntizim qo'shin Sharqiy Turkiston Milliy frontining armiyasi havodan quruqlikdan bostirib kirib vatanni ozod qildi degan boshida yo'l yo'riq kelgachga biz boshına tayyorlik qilib bo'lib, oldidan shuni ko'msak qilmaymiz deb, men shu frontga chiqib qandakin hozirgacha vatanga qaytamgan odamman. Endi hozir sizlar vatanda tomdan sakrab tushib internetda ko'ra olasizlar, chet elda nima bo'lgan, nima bo'ldi deb ko'rsanglar, butunlay yolg'on ko'ptirma gapni ko'rasizlar. Soxta tashviqotlarni ko'rasizlar. Bir chet ellik bilan resim tushib qolsa, bir boshlig'imiz etchon shunda cho'ng bir tashkilotlar, hukumat, surgunlik hukumat deydigan shunda cho'ng narsalarni, voy milliy qurultay deydigan shunda cho'ng narsalarni etni anglasanglar vatanda. Ya Allah, zodi Amerikaning cho'ng boshliqlari bir resim tushib yetibdi. Bu ajoyib cho'ng ish bo'ldi deysizlar. Uning ostida yozgan xabarlarni ko'rsanglar, voy vatan ozod bo'lay debdi deb o'zingni nachqitim pidoqqa chiqib qo'yasizlar. Ammo chet elga chiqqan ko'rdinglar. Sizlar nurg'unlagan ministrlar bilan hukumatning cho'ng xodimlar resim tushdinglar, Aqsirayda Jumrat xonim singlimiz shunday yuqori keldi, guvohlikni berdi, shunday ishlar bo'ldi. Bu nihoyatda ast xarakterlik, yana darhol hal bo'lmaydigan, ammo vatandagilar anglasa, voy zot ish tayyorlabdi-ku deblar, voy oldamchilar ashlarni oldisa,
Mesela ben aldamçı olsam Azerbaycan'a karta kameranı açıp oturup Akkasıman'ın Aksaray'da olduğun şu Nah meydanını köştüp durup buna teyya oldu onda o süretten kozgulonlar dep aşağı çakra çıkarsam ben algan qarandaşlar kozgulup ketmem başladı. Oldu bu işte kozgulup çıkıp ta Suriye gidip kurban kettik adamlar. 10 ming algan qarandaşlarımız bayram kettik. Yani chet elde maaşını kılmaya hainse maaşını kılmaya deyilgan tek adam yok. Bir rehberinin tayini yok, bir teşkilatının tayini yok. Ayadım biz çıkma ve hükümette batkan, mayadım biz çıkma prezidente batkan, halığını kız batkan. Şunçilik ilgisi yok. Hazır chat eldeki bu işlerin şunçilik ilgisi yok. Benim için ilgisi olmayın, benim için burada taşınıp gitti doğru. Hem arkadaşlar yine bir ketim açığını yapan öyle kettim şu asli kayımsan bu ki yeni yıl başlangan günüsü yaxşırak yapılan desek bu ki yeni şu bizdeki derdimiz şu olgandı ki onun başı yaxşı kılamayacağımız. Yani biz milli dava desek magapın özü kelgen çağımızda 2020 yılı milli dava diyen bir narsa yok. Onun xulosasi yok fakat abim deganimdek 3-4 yılın yağı kimyaki faaliyet kılıp atkan, bu Xitayın üstüne şikayet kılıp atkan, özünün ata-anasını ötendeki uruk tıpkallarının kurban beriliş bedeliga buvalık berip atkan qarindaşlarımızdaki emgek neticesi bu. Bugan fasıl olsa, onu hem hemmimiz bilimiz Amerika Uyghur Siyasi Kanunu ma'qulladi. Ondan keyin Magnitskiy qonunini ijro qildi. Ondan keyin pulning o'rnida majburiy ishlatgan Uyghur emgekçilerinin davası oturup çıktı. Bu doğrulukmu nurgun yaxşı bir neticeler qo'lga keldi. Ama derdimizga nisbatan aytgan chaqda bu bir ishdan jitilib ketgan pushtuqqa yamoq bo'lmaydi. Bizning derdimizga nisbatan aytgan chaqda. Ama 2021 yılını bir çoğun birleşiş, bir yol qilishga albatta biz bel bağlashimiz kerak. Bir çoğun birleşiş yili bo'lishga. Mayli bu zaten qaysi rehber başlık olsun, zaten kandak bir insaf bu işin mesul olsun, zaten birleşiş, bir bayrak astı toplaşıp çoğun bir merkez şekillendiriş, jilet kılışka kırındaşlarımız yaklaşımlarının ki muşundak gapları bilen, bugün muş ekranda olduğum bu gaplarını kırındaşlar hepti boş koymay, her kıtınlık bir işranga çıkıp söhbet ötüz kalsanlar, bir minut gap olay dep durup muş şikayetlerini oturup koysanlar, muş insafsızlar bir yerde anlap kalsa, bir azrak bir adamın terisi olsa, bir jürki bir tegse, acep emez, bir yaxşınıp kalsa. Doğru. Hemşire doktor hazır.